Yerim tekşilik ve bulun. Ötken derslerinde biz tekşilik degan ötüp ketgandik. Tekşilik dep uzunluğu ve kengligi betni ataymiz. Mesela sizlerning telefonlaringlarning ekranı yoki bo'lmasa mening hozir notebookimning ekranini bizde tekşilikni bildirdi. Mushu tekşilikte endi biz bir tuz sızıgını jürgesek, o çağda bizning tekşilik ikki bölükке bölünüp, mushu ikki bölügini biz yerim tekşilik deb ataymiz. Şu vaqtda biz bir tuz sızıgını jürgesek, o vaqtda bizde tekşilik ikki bölükke bölündü. Eğer ikki chekit tekşilikning her bölügida yatsa, o çağda mushu chekitlarni qo'shadigan kesindini biz tuz bilan qiyilishidi deymiz. Siz ko'rsatib qo'yay. Masalan, bizda ekranimiz tekşilik, u yerda mundaq bir tuz sızıgını jurgizib, tekşilikni bölüp aldık. İkki bölükke bir chekiti masalan A chekiti bu yoqda o'rinlashsin, B chekiti astida o'rinlashsin. Bu vaqtda shu A va B chekitlarini qo'shadigan kesinda berilgan tuz sızıqni qiyilishadi. Ko'rdingmi? Buni tochkun C deb qo'yay. Qiyılishish chekiti C. Şu vaqtda P tuz sızığımız AB kesintisi bilan qiyilishadi deb ataymiz. Yana bir bo'lsa, ikki chekit tekşilikning bir bölügida yatsa, o chaqda mushu chekitlarni qo'shilgan kesinda tuz bilan qiyilishmaydi. Siz qo'yayli, masalan, endi tuz sızığını bundaq sızib qo'yay. Har xil sızishinglar mumkin. Vertikal, gorizontal, endi o'zinglar bir tuz sızıq sızib tekşilikni ikki bölükke bölüp aldık. Ve meşede her ikki chekit mushu tekşilikning bir tarafida o'rinlashsa, A ve B chekiti desek, vaqtida mushu A bilan B chekitini qo'shadigan kesinda unutmaymiz, ikki tarafi cheklangan tuz siziqni atatdik. U chaqda mushu bizning A B kesindisi berilgan P deb qo'yaylik. Masalan, ili A tuzi bilan qiyilishmaydi. Endi mushu B deb ketdik, bir tuz siziq tekşilikni ikki bölükke bölündü. Şu ikki bölügini biz yerim tekşilik deb ataymiz. Tekşilikni nega tushundinglar? Endiki bizning aniqlamamiz u bulung. Bu yomon kerak narsa. Bulung degan qandaq figura desanglar, o mundaq figura. Agar biz bir chekitdan elib, bir chekitdan boshlangan ikki sho'l jurgatsak, mundaq qilib, u chaqda bizde bunu tekşiligimiz dedik ikki bölükke bölünüp qaldık. Mayt ko'ryapsizlar, mana bunu yoqdiki bölügi yuqori immun tövendiki bölügi. Endi mushu oqillari umumiy ikki sho'ldan va mushu sho'llar bilan cheklangan tekşilikning bir tarafi. Mana biz buni ichini olsak, bu bulung 1 deb qo'yaylik. Mayaqini olsak bo'ldi, bu yerga bulung 2 deb yozib qo'ysak bo'ldi. Shu chaqda mushu chiqqan figurani biz bulung deb ataymiz. Endi bu yerda sho'llarning umumiy cho'q chekitini biz bulungning cho'qqisi deb ataymiz. Sho'llar ana mushu cho'qqidan chiqqan sho'llarning o'zlarini bulungning taraflari deb ataymiz. Endi bulungni geometriyada biz har xil belgilasak bo'ldi. Masalan, birla harf bilan belgilab qo'ysanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa 3 harf kirgizib ABC deb kirgizsanglar, bulung ABC deb yozsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa san orqali bulung 1, bulung 2 deb bu tasvirlab qo'ysanglar bo'ldi suratlaringizda. Bulungning taraflari deydi. Tuz qurashtirgan bo'lsa, u chaqda bu bulungni biz yeyiq bulung deb ataymiz. Bundaq ko'rsatib qo'yamiz. Bulung bo'lish uchun biz nima qilamiz-ki, bir chekitdan ikki tal sho'l jurgizamiz. Mana bu birinchi bulungimiz. Давайте biz buni A, B, C bulungi deb atab qo'yaylik. Ikkinchi bulung ne deydi? Надо так построить, nima qilamiz-ki, bu yerda bir tarafi umumiy bo'ldigandek qilib, masalan, CB tarafini umumiy elib, buni B chekitini bu yoqqa davomlashtirib D deb qo'ysam, bu vaqtda ikki tal bulung paydo bo'ldi. Bulung 1 va bulung 2. Mushu ikki bulungni biz yeyiq bulung deb ataymiz. Ikkisini qo'shindisini, durustmi? Agar A bilan
ABD түз сызық болса. Сәл дұрыс көрсетмеді ме, тоқтап тұрам. Бұл чакташ болуынан көсіп қойдым. Şu vaqtda mana şou жүргізміз, birinchi şoular. Mana birinchi şoular. Endi meyda ikkinchi şouni жүргіздік. Şu vaqtda birinchi şou bilan ikkinchi şouni qo'shganda tuz siziq bo'lsa, u vaqtda buni bulungni 180 gradus deb, yiyiq bulung deb ataymiz. Belki chaktash bulung kechirsizlar, durust demadim. Agar ikki bulungning bir tarafi umumiy vot mushabiki chaktash deganimiz, başqa ikki tarafi bir tuzda yotsa, bu bulunglarni chaktash bulunglar deb ataymiz. Belki siz qo'ying. Shu vaqtda bulung ABC dedik. Ve BC'ni ko'rsatdim. Shuning uchun давайте AB tarafini umumiy qilib B chekni mundaq davomlashtirsak, u vaqtda meyda bir bulung paydo bo'ldi, meyda ikkinchi bulung paydo bo'ldi, durustmi? Shu vaqtda bulung A, B, C, A, B, C desem, значит, u buni bulungni tasvirlaydi ve bulung A, B dem. Endi alfavit bo'yicha A birinchi mang'ashqa A, B, G deylik. Mushular o'zaro nima bo'ldiki, chaktash bulunglar deb atildi. Следующий bet agar bulungning bir tarafi ikkinchi bulungning tarafini tuzgicha to'liq tutsa, bu bulunglar vertikal bulunglar deb atildi. Ya'ni bir aniqlama kabiyada uni siz ko'z qo'yaylik. Masalan, bulung A, B, C degan ko'z qo'ymalar. Bir cho'qqisidan chiqqan A, B, C bulungi. A, B, C ve bulungning bir tarafi deydi. Ikkinchi bulungning tarafini tuzgicha to'liq tutsa, shu vaqtda biz mayli yan bir tal boshqa bir bulungsizmizga B cho'qqisidan chiqqan, masalan, bunda ikkinchi bulungsiz ayli. Uni biz G, B, I da qo'yaylik. Mana ikki bulung bo'ldi ve bunu ko'ratamizki, A, B, C bulungning A, B tarafi ve D, B, Y bulungning bunu B, D tarafini ikkisini qo'shganda, agar bunu A, B bilan B da bir tuz siziqning bo'yida yotsa, shundaqla B, C tarafi B, Y tarafini qo'shganda men tuz siziq bo'lsa, u chog'da bunu bulunglarni biz vertikal bulunglar deb ataymiz. Bu yerda aslida 1, 2, 3, 4 tal bulung paydo bo'ldi. Shu vaqtda 1 bilan 2 vertikal, точно так же 3 bilan 4 ni o'zaro vertikal bulunglar deb ataymiz. Endi hisoblarni chiqaraylik. B tuzi deb berilgan, B tuz siziq berilganga va chekitlar berilgan o'rinlashgan deydi. Buni tuz qanday nim bilan berilganga A, Y chekitlari berilgan tuzda yotadi. Qolganlari tuzga taalluq emas. Sразу tuz siziq sizib olaylik. Masalan, bunday qilib tuz sizig'ini kichik latin harflari bilan belgilaymiz. Bu yerda bo'lsa P berilganga. Bu yerda A, Y chekitlari tuzda yotadi deganki, masalan, maya biriga A qo'yib qo'yaylik. Buni biriga Y deb belgilaymizga. Tasvirlaymiz. Qolganlari tuzga taalluq emas. Причем D ve F her bir yerim tekshilikda, B ve C bir tekshilikda yotadi. Biz tuz siziqni yurgazganda mana yuqorida bir tekshilik paydo bo'ldi, durustmi? Ve bu tuzning to'van tarafida bir tekshilik, ikkinchi tekshilik paydo bo'ldi. Shularning deydi D ve F her bir yerim tekshilikda o'rnashgan. Masalan, D ni mebrek belgilab qo'yay. Главное bir tarafida bo'lsa yerim tekshilikni F chekdi, masalan, M qo'ysam bo'ldi. F chekdi. B ve C bo'lsa tekshilikning bir tarafida yotadi deganki, masalan, M biragi B, masalan, M biragi C da qo'ysam, B bilan C mushu astidagi yerim tekshilikning bir tarafida o'rnashgan. Vaqtida BD kesintisi P tuzi bilan qiyilishadi deydi. BD, mana unda BD'ni qo'shsak qaranglar.
ne bo'ldi ekan bu yerda? B kesinisi bilan D kesinini, B chekiti bilan kechirsa D chekitini qo'shsak, u vaqtida bizning P kesinisi P tuzi bilan qiyilishadi ekan. Qiyilishadigan ikki tuzni quringlar. Ular tekshilikni necha bo'lakka bo'ldi deydi. Bu to'g'ri o'ng'ay hisobga. Mana bir tekshilik va bir tuz sizig'ini tuzay. Bir tuz sizig'i, buni ham bir ikkinchi tuz sizig'i. Bir tuz siziq tutuq biz tekshilikni ikki bo'lakka bo'ldi, durustmi? U vaqtida ikki qiyilishadigan tuz qurash tutsak, u vaqtida bizda qancha tekshilik paydo bo'ldi ekan bu yerda? Qaranglar, buni bir tekshilik, buni ikkinchisi, buni uchinchisi, buni to'rtinchisi. Shu vaqtida 4 tekshilik paydo bo'ldi. Bir chekitda qiyilishadigan 4 tuzni quringlar deydi. Ularning tekshilikni necha abekindeklab, abe 2 tag'da endi 4 tag sizimiz kam. Bir chekitda qiyilishadigan deydi 2, 3 ve 4. Şu vaqtida biz 4 tuz sizig'ini sizdik. A, B, C, D deb belgilab qo'yamiz. Shu vaqtida bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lin chiqdi va beshida har birisi bo'ldi 8 bo'lakka bo'lindi. Suratda tasvirlangan chekitlarning qaysi bo'lingning tarafida, qaysi bo'lingning ichida o'rnashgan. Beshida bo'lingni ko'z qo'yaylik. Bo'lingning taraflarida A chekiti bor ekan, O chekiti bor ekan, durustmi? Именно bo'lingning taraflarida. Bo'lingning bizda bu yerda ikki bo'ling paydo bo'ldi. Buni kichik bo'ling bor, cho'ng bo'ling bor. Shu vaqtda bizda D va C chekitlari bo'lingning ichida o'rnashgan. Ну, в зависимости, конечно, qanday bo'ling berdi. Har ikki bo'ling bo'lgan ekan, kelsa durust. Belga bo'lingga chekdash necha bo'ling bor deydi. Ko'z qo'yaylik. Bizda bo'ling deb nima dedik? Bir chekitdan chiqqan sho'llarning orasidagi paydo bo'lgan figurani ataymiz. Mana biz bir bo'ling bir deb tasvirlab qo'yaylik. Mo'shiningga chekdash necha bo'ling bor? Chekdash bo'ling bo'lish uchun bizda chekdash deb bir tarafi umumiy, qolgan ikki tarafi bir-birini davomlashtirib tuz qurashtirgan bo'linglarni biz chekdash bo'linglar deb ataydik. Shu vaqtda biz buni ABC deb qo'yaylik. ABC mega D deb yozib qo'ysam, shu vaqtda ABD tuz AB bilan BD ni qo'shganda tuz siziq bo'lsa, vaqtda 1 bilan 2 chekdash bo'ling bo'ldi. Shundaqlam biz masalan AB emas CB tarafini davomlashtirsak, bu chog'da bizda 3-chi bo'ling paydo bo'ldi. Demak, bo'ling 1 ga 3 deganmi chekdash bo'ling bo'ldi. Shu vaqtda bu yerda har bir bo'lingning ikki qo'shnisi bor degan ikki chekdash bo'lingi bo'ldi. 5 chekit va mushu chekitlardan o'tmaydigan tuz berilgan. Mushu tuzga nisbatan chekitlarning uchi 1,5 tekshilikda, ikkisi ikkinchi yarim tekshilik yotida. Uni hammasi uchun sразу sizib chiqaylik. 5 chekit va mushu chekitlarni o'tmaydigan bir tuz. Shunda boshlang'ich tuz siziqdan, bizlarga o'ng'ay bo'lish uchun. Masalan, A tuz sizig'ini tasvirlaylik. Siz qo'ydik. Endi mushu tuzga nisbatan chekitlarning uchi 1,5 tekshilikda, masalan, A, B, C deb qo'yaylik. A, B, C deb belgiladik. Tekshilikda, yarim tekshilikda, ikkinchisi ikkinchi yarim tekshilikda M'ga G, M, 1ga I deb qo'ysak bo'ldi. Endi nima qilmoq deydi? Har bir ikki chekit kesinda bilan qurilgan.
Şu da her bir şiki çekit. Mesela A bilen D'ni koşsana bir düz sızık çıktı, durus mu? A bilen Y'ni koşsana yani bir düz sızık çıktı. A bilen B'ni koştuk. A bilen C'ni koştuk. Mana şikidin kıyılışılgan çekitlerini kösettik, durus mu? Kesindi sızık. Şundaqda B çekitidin B çekitinde kalganlar B bilen A koşulup oldu. B bilen kaç çekitlerini koşsak bolupken B bilen D'ni koşsak bir düz sızık çıkıdı kesinde B bilen Y'ni ve B bilen C'ni. Üç kesinde yani peyda boldu. Endi muşu kesindilerinin kançısı düz bilen kıyılışır. A düz sızığı bilen qaranglar. A D kıyılaştı, durusma. A Y kıyılışır iken B D kıyılışır iken keçöslenmeydi. Yani nemne oldu kaldım ben. C bilen Y'ni koştuğunu kapım ben. C bilen D'ni koşup etsek, endi bulduk demedi. Endi kıyılaştı. Kançı kesinde kıyılışır iken A B, A Y, B D, B Y, C Y, C D. Şoxda bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz 6 kesinde düz bilen kıyılışır iken. Düz bilen kıyılışmaydı degenimiz u A B, A C ve median D bilen Y'ni koşsak, o çağda 3 kesinde A düz bilen kıyılışmaydı iken. Suratdaki çaktaş bulunlarının cübünü yazıldı. Çaktaş degen nece düşündüğünde hoşna bulunlar eğer bizning tüzsüzlüğümüz ne bolsa yeyik bulun bolsa, mesela iki bulun qaraşdırmız ve iki bulunun bir tarafi umumi, kalgan iki tarafi tüzni tasvirlese, o çağda aşı bulunlar bizde çaktaş. Karanın asam gelmeydi, 1, 2, 3, 4, 5 küçük bulun peyda boldu. Bırak, mesela biz meyden başlayalım. D, O, C bulunu karıştırsak, bulun D, keçmişlerimiz, bulun C, O, D'ga, qaysı bulun çaktaş buldu. Çaktaş degendeki hoşnun dep C, O, B'ni amaysla, nemişke desanglar, C, O, B'ni asanglar, B, O, D'ni koşkanda, B, O, D'ni koşkan tüz sızık bolmaydı. Şunun için bizde bunu C, O, B kemeydi. Bırak, eğer C, O, A'ni asanglar, C, O, A bulununu asanglar, ile A, O, C bulununu asanglar, o çağda O, D bilen O, A ködüğünü bir-birisini davamlaştırıp tüz sızık kuraştırdı. Şunun için C, O, D bulununun çaktaş bulunu A, O, C buldu. Yani üçürüte ketxudalşan C, O, B bulunu göreli. Ya bulun B, O, C de yüz koyalım. Mana bulun B, O, C'ga onun hoşnu bulunu B, O, A emas, B, O, F buldu. Opet bunu iki O, C bilen O, D, O, F'ni keçmişler koşkanda biz tüz sızık bolgaçka B, O, C bulununun çaktaş bulunu B, O, F buldu. Şundaqla diyeni cih bulunlaba, yani birisini gösterdi, qağalarını silamanğa yazıp kommentariyaga göst qoyinglar. Hesap nomer 4.15 i qaysı bulunlar özara çaktaş bolduğunu. Mesela D, O, F, D, O, Y bulununu qaraştıray. D, O, Y bulununu asaq. O bulunun çaktaş bulunu buluş için ben просто D, O'ni продлеваем da davamlaştırma. Şu an onun peyda bolğan bulun, ködüğüm bunu iki bulun, ola çaktaş buluna boldu. A, O, Y. Meyde bulun degeni başlaptı, meyde bulun koymak. Hem yerde bulun bolğanda, bundaq üç bulunluğuna yermez mi? İki nimli sızlamda. Bizden çok bulun degen. Bir çekti kıyılışıdığan en tüzü tekşilikli neçi bölük böldü. Abi biz sizler bilen
nem qildik? Ikki tuz sızığını sızdık, durustmi? Başında tuzni sızganda ikkita bo'lik bo'lingan. Tuz sızığını sızsak, qaranglar, bizda 2 bo'lsa, 2 tuz bo'lsa, u chaqda bizda 1, 2, 3, 4 tal bo'lik bo'lgan, durustmi? Bo'lgandi. Endi biz 3 tuzni alaylik zakonomerность tepish uchun. Masalan, yana bir tuz sızığını yurgazsak, mayli 3 tuz bo'lsa, u chaqda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tal bo'ligi bo'ldi ekan. Endi ko'ryapsizlar, 2 bo'lganda 4, 3 bo'lganda 6. Ну, для красоты ham 4 ni bitaylik. 4 tuz sızığı berilgan bo'lsam, uni mundaq belgilab qo'yay. Hammasi bir chekitda qilishyapti. Shu chaqda qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это как почти mundaq кружочки qo'ysam, pizza o'xshash, biroq tekshilik endi bizda har xil bo'lishi mumkin edi. Figurkani shundoq ko'rdim, oyoqlarimni bo'ymaymiz. Inogda siz qo'yamiz. Shu vaqtda bizda 4 tuz bo'lsa, 8 bo'lik bo'lingan, durustmi? U vaqtida bizda mushtaq 4 emas, n tal tuz yurgazsak, qaranglar, 4 bo'lganda 8, 3 bo'lganda 6, 2 bo'lganda 4, har qachon 2 hasi o'syapti. Shu vaqtda nima deydimi? 2n bo'likka bo'lindi ekan. Так, cho'qqisi umumiy 2 shola tekshilikni necha bo'likka bo'lindi? Ya'ni shu ekan. Cho'qqisi umumiy 2 sholani. Biz bir sholni yurgizamiz, ikkinchi sholni yurgizamiz. Shu vaqtida bizning buni tekshiligimiz 1, 2 bo'likka bo'linib ketdi, durustmi? 2 bo'lik, 2 bo'lingmi bo'ldi. 3 shol yurgazsak, 1, 2, 3 shol yurgazsak, vaqtida 1, 2, 3 tal tekshilik bo'ldi. Mana bu bir tekshilik, buni ikkinchisi, buni uchinchisi. Так, ну, 4 desak, o vaqtida bunday qilamiz ki, bir tekshilik bu yoqqa, bir ikkisi bu yoqqa, ikkinchisi, uchinchisi bu yoqqa, to'rtinchisi bu yoqqa qo'yaylik. Vaqtida bizda bir tekshilik, 2, 3, 4. O'sha bu yerda qaranglar. 2 sholi bo'lsa, 2 bo'lik chiqdi. 3 shola bo'lsa, vaqtida 3 bo'lik bo'ladi, durustmi? 4 tal sholi bo'lsa, 4 tal bo'likki bo'lsa, ну, понятно, yana n tal sholi bo'lsa, n shol bo'lsa, vaqtida bizda n bo'likka bo'lindi tekshilik. Shundan bilan darsimiz mana shu yerda oyoqlashdi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Dars tushunishli bo'lsa, like bosishni unutmanglar.